Bemor katatramadan keyingi holatda ko'krak umurtqalar jarohatlanishi natijasida TPF temiri qo'yilgan bemorimizga. Undan tashqari qorin bo'shliqlaridagi a'zolarda ham shikastlanish holati bo'lgan. Bemor reanimatsiyada davolanib chiqdi. Hozir endi bizga reabilitatsiya uchun murojaat qildi. Bemorimizning holati hozirda chap oyoqda monoparez holati, qo'llardagi harakatlarimiz yaxshi. Bemorimizni quvvatsiz. Qo'l oyoqlarda harakat juda ham past. Hozir mana mashqlarimizni boshladik. Massajlarimizni tillonalar o'zi professional massajistimiz tomonidan hamma narsa o'rni o'chog'ida qilib qilinyapti, xudo xolasa. Chap oyog'imizdagi harakatlarimiz hozir aytaylik 10% atrofida, o'ng tomondagi harakatlarimiz 90% atrofida bor. Sekin-astalik bilan quvvatga kirib borgan sari hayot harakatlarimiz tiklanadi. Hammasini birma-bir qo'yib boramiz hozir dinamikada.